Bismillah do'stlar. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahridagi Kombinat qush bozoridamiz. Inshaalloh YouTube uchun biroz uzunroq video qilaman. Qushlarda narxini o'zlaring ko'rasizlar inshaalloh. Bilasizlar, ancha narxlar ko'tarilib qoldi. Subhanalloh. Men o'zim ham qush olaman deb chiqdim. Narxlar qimmat qandaydir. Shunga o'zlaring qushlar nima narxi ko'tarilib ketdi? Mana bir necha yillik tajribasi bor ukamizdan so'raymiz. Nimaga ko'tarilib ketyapti qushlar narxi? Bitam qushloq qolyapti. Yaxshi gap gapirsangiz bo'ladi. Endi hamma qushloq qis kelyapti, hech bo'lmasa. Ya bo'ldi, qo'yiladi. Aka, bu qush nima degani bu aka? Bu maska aka. Maska? Bu Meradushka. Nech puldan? Maskasi nech pul, meradushka nech pul? 350 ming so'm maskasi. Maska 350 ming. Bular aka 300 ming so'm. 300 ming so'm. Tayyora bular, ha? Tayyor. Uyda serobmi? Bor aka. Telefon nomeringizni qoldirsam bo'ladimi yo shart basmi? Necha telefon nomeringiz? 77 lik 196 40 41 40. Qayerda yashang? O'qchidan ekan. Mana shu ukamiz. Telefon qilaverasizlar. Mana shu qushlardan serob ekan uylarida inshaalloh. Sog' bo'ling. Bu nech pul mana u? Nech pul? 800 ming. Bunisi-chi? Nech pul? 500 ming. Hozir. Qushlar narxi ko'tarilib ketdi. Aka, bu nech pul ekan? Meradushkami? Maskami bu? Maska 400 ming ekan mana. Mana akamiz savdo qilyaptilar. 2 jup prostoy valnis deydi. Nech pul? 170 mingdan qilib turibdi hozir. 170 dan qildingiz, bermayaptilar. Zo'r bo'pti-yu, bering. 150 ming aytyaptilar mana. Abdulloh. Ha. Ha, bor. Bo'ldi, hozir ocham. Bir 170 dan qilindi. 170 340. Aka, sotaveramizmi? Nech pul oxir mo'ljallaysiz? Ancha bormi? Yo'q. Qaysondan berasizmi? Sotaveramiz. Mana akalarimiz hozir men video qilay. Eskidan katta qush boqayotgan akamiz bor bu yerda. Aka, qushlar nech pul bo'lib qoldi mana ular aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aka, bular nech pul? Radujniga o'xshagan svetlar. 150 mingdan donasi. Donasi 150 mingdan. Mana uchi? 900 nech pul? Bu jupini 750 mingga beramiz. Jupini 750 ming. Qani katta qushlarimiz bor edi-yu, yo'q aka. Nech pul bu? Buni 250 dollarga beramiz. Bu nima degani? Buni nari Balotovi. modasi mix. Subhanalloh, ajoyib. Bu ajrella. Anjirella. Bu nech pul? 250 dollarga beramiz. 250 dollar. Sveti ham ajoyib ekan, ha? Olib ketganga beramiz. Bugun olib ketganga. Telefon nomeringiz nechi edi? 90 303 52 25 ekan. Qolganlari uyda. Shunaqangi katta qushlar serob, ha? Karello nech pul edi? Karellalar mana oqdan tashqari 200 mingdan donasi. 200 mingdan. Mana uchi? Buni bilmadim. Yapon Ahmadinkalar. Bu babichka bor ekan. Malado ekan. Nech pul ekan? Yapon Ahmadinkalarchi? 220 mingdan. Akani telefon nomerlarini qoldirdim. Akamiz Marg'ilonda o'sha eskidan qush boqqan akamiz. Bir necha yil tajribaga ega inson inshaalloh. Katta qushlarni sotib turavering, maydasini o'zimiz sotaveraylik endi. Hazil. Nasib ham avvalo. Asosan katta qushlar ruchnoyga bolasidan olaman desiz, polapollardan ruchnoyga bemalol olaverasiz inshaalloh. Nomerlarini qoldirdim aka. Alloh barakasini bersin savdoyingizni.
Bozorda odam nihoyatda ko'p. Hayron bo'lishingiz mumkin, nimaga odam bozorda nihoyatda ko'p, nimaga tiqin deb. Chunki o'rta bunaqangi ko'lmay bo'lib yotibdi mana. Buni bilmayman, nima qilsa bo'lar ekan buni, bu suvni hayronman. Lekin bozorga savdo qilgani kelgan odamlar nihoyatda qiynalyapti. Ziboriga bergan bolalardan bir necha marta men aytdim nimadir qilish kerak aka deb. Kanalizatsiyaga to'g'rilab olish kerakmi bilmadim. Ikkiga bo'lingan bozor, naryoqda yarmi, bu tomonda yarmi. Inshaalloh. Hoji aka bitta odamga javob qo'ying. Bitta odam telefonda endi ko'rdim. Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz? Bitta video qilib qo'ying, ko'pchilik so'rayapti. YouTube'ga video qilib bering, YouTube'ga video qiling deb. Aka, shu yerdami? Bular nechi pul prostoylar, aka? Bular aka har xil 200 ming so'm turadi. Jupini 200 ming so'mdan. Miramirdan tashqari. 200 ming so'mdan aka. Maladoylarni ham narxi qandaydir ko'tarilib qolgan, subhanalloh. Hozir. Bu kimdan ekan mana? Sariq. Nech pul ekan bu? Aka, siz bir marta Spinger sotdingiz-ku, keyin menga telefon qilishdi. Ucholmas ekan qushingiz bittasi. Metta bir joy, ikki joy. Bilmadim. Aka dedi, "Ali odam taniysizmi?" dedi. Bozorga chiqib turarlar dedim. Bittasi yaxshi uchmayapti katta valyerda dedi. Bozorga chiqib tursangiz ko'rasiz dedim. Bular uchaveradimi bemalol? Ha, bitta mana undacha bor. Bu uchalmaydi. Ha. 500 ming. 500 ming so'raydi. Valida qani? Yo'q, Texas. Mana shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Subhanalloh. Aka, maladoylar nechi pul bo'lyapti? Assalomu alaykum. Subhanalloh. 110 ming olyapsizlarmi? Maladoylarni ham narxi ko'tarilib ketdi. 110 ming so'm. Qolganini endi so'ramay qo'yaveray. Prostoy valnis deydi maladoy. 110 ming so'm olyaptilar ekan. Uyda ko'proq bo'lsa telefon qilaverasiz. Telefon nomeringiz nechi edi? 90 582 52 94. 110 ming so'mdan maladoyni jupi. Mana ularchi, radujnilar. 450 ming so'mdan jupi. Optimga nechi puldan berasiz aka mana? Savdo qilaychi. 350 dan. Optimga 350 dan olib qo'yaymi men o'zim? Yo'q. 350 dan qilishibdi, bermabdilar. Optimga 400 dan sotaman deyapti. Eng oxir. Akalar, maladoylarni aka maladoylarni narxi mana u nemis nechi pul ekan chekkaga chiqing? 400 ming jupa? Tayyormi? Bularchi? 250 ming deb 200 ming sotyapti. Nima qani Mirkomil aka? Yo'q, qayerga ketdi u? Yo'lda yuribdi. Voy, yaramasi. Bo'ldi. Optim qush olayotganlarni qarang. Optim maladoylar. Optim maladoylar aka. Assalomu alaykum. Maladoylar nechi pul bo'lib qoldi aka? Va alaykum assalom. 110 ming so'm qoldi. Voy subhanalloh. Nimaga ko'tarilib ketyapti? Yaxshi dehqon yarasin. Dehqon yarasin. Tayyorlari ham ko'tarilib ketyapti-da, men bilaman. Zato endi baribir bitta bola olib chiqqanda, 5 ta bola olsa, Alloh barakasini bersin, qush boqayotgan odamlar. Qancha uyda maladoylar chiqqan bo'lsa, telefon qilsangiz uydan borib olib kelaveradilar inshaalloh. 110 ming so'm bo'lib qoldi mana bu aka ham. Karelloda nechi pul olyapsiz maladoyini? 130 ming. Donasi. Donasi. Mera tushganichi? Mirasiga xo'p 60 ming sarig'i, 65 ming yashili. Nimachi? Ali Amadinka deydi-yu. 75 ming so'm jupi. Jupi 75 ming so'm. Telefon nomeringiz nechi edi? 77 lik. 77lik. 172 33 33. Marg'ilonda bo'lsa, vodiyda bo'lsa, miqdoriga qarab borib olib kelaveradilar. Shtuga qoplasa bo'ldi.
Prostoy valnistiylarda Maladoya 110 ming so'm. Uydan tushadi, jupini 110 ming so'mdan olishaveradi inshaalloh. Aka, nomerni qoldirdimmi? Inshaalloh. Bu hali yana ko'tariladi shekilli, ya. Subhanalloh. Boqqanlar maza qilsin. Boqqanlar maza. Ozorroq berishadi keyin. Ha. Hozir qimmatroq berib turishimiz, yozda keyin ozorroq. Ha, hozir qimmat. Yana ko'pchilik so'rayapti, eshikka olib chiqsam bo'laveradimi qushlarni? Bo'lmaydi, ha? Sovuqda shamollar gripp bo'ladi. Ha. Ba'zan hozir gripp qiladi. Kech payt sovuq bo'lyapti. Kech payt ham hozir ham sovuqda baribir. Ha, hozir sovib ketdi. 1-2 kun oldin issiq edi, hozir sovib ketdi kun. Yo'q. Kech payt ham Mart oxirida olib chiqaveradi. qor ham yog'ib yuborishligi mumkin. Xudo saqlasin. Ha, bir martda oxirida qor yoqqan-ku. Daraxtlar uyg'onib qoldi, Xudo saqlasin. Ha, mana shu narsaga qushlarni olib chiqishga shoshilmaysizlar. O'sha derazalarni ochib, shamollatib turaverasizlar qushlarni. Ha, inshaalloh. Aka, maslahatlaringiz uchun rahmat. Mana Kaminat Marg'ilondagi Kaminat qush bozorida shuna kelsangiz, baliq bozorining oldida bu tog'amiz bor. Bu tog'amiz shuni optim keladigan bo'lsa olganlarda mana tayyorlar. 5000 ustiga qo'yib sotaveradilar. Kim tayyor qush olmoqchi bo'lsa, mana shu tog'aga uchrasin. Tog'a uyda qush bormi tayyorlardan? 100 jup, 50 jup so'rashyapti. Zapas yo'q. Olaman manadan ketaveradi. Mashitda olganlar ketaveradi. 5000 qo'yganlar ustiga sotaveradi. Mana narlarni hech puldan tog'a. Ularga 160 bersa sotaveradi. Ikkita narga 160 bersa sotaveraman deyapti. Ko'ryapsizmi? Tayyor nar bo'lib qolgan bular. 5000, 10000 qo'yganlar sotaveradilar. Mana shu tog'a eslab qoling, stolbani tayyor. Kelasizda xabar olib turaverasiz. Tog'a tayyori bormi deb. Ichida yaxshi-yaxshilari bo'lsa terib olaverasiz. Qolganini optimga topshirib yuboradilar. Akamizda mana hozir qushni donlarini ham so'rab beraman inshaalloh. Aka, donlar nech pul bo'lib qoldi? Bug'doy nech pul? Aralashmachi? 5000. Bu bug'doyingiz ham arzon ekan. Qarang, akanda changi yo'q don bor. Asosan jicha qimmatroq, lekin changi yo'q. Mana bunda qo'lingiz tiqasida. Changi yo'q. Bu qopga nech pul edi? Mana. Necha kiloli? 25 kilo, 50 kilolik 220 ming. 50 kiloli 220 ming, bu 115 ming. Ha? Ikkovi bir xil dona. Telefon nomeringiz necha edi? 90 561 1303. Mana aka mana 25 kiloli dondan 2 qop chiqazib yuboring desa, chiqazib yuboradilar inshaalloh. Undan tashqari semichka bor, qizil tarix bor mana. Qora semichkalar bor. Ko'cha berar ekansiz. Ko'cha nima, juvari nima degan odamlarga mana shu. Qarang. Mana shu juvari bo'ladi. Buni bu kelilanmagan ekan, buni kelilangani bo'ladi. Keli urilgani tezroq pishadi. Mana shu keli urilgani mana qarang. Bizda juvari ko'cha deydi. Buni endi Toshkentda nima deydi bilmadim. Toshkentliklar nihoyatda ko'p so'rashyapti. Aka, o'sha nima deyapti. Ko'cha desam ham tushunmayapti, juvari desam ham tushunmayapti. Mana shu narsa. Makkani drabilkasini olasizda, drabilka qilingan. Mana undan aralashtirib, bundan bir siqim solib turib, past olovda pishirasizda. Pishirgandan keyin muzday suvda bitta chayqab yuborasiz. Bitta chayqagandan keyin unga suvda pishgan tuxumni qirg'ichdan chiqarib bitta bersangiz, bahodirlar bo'tqasi bo'ladi inshaalloh. Aka, nomeringizni qoldirdim inshaalloh. Mana bitta ana shu instrumentlar bor qushlar uchun. Suv idish, simi, don idish hamma yo'q. Yog'och qo'ndoqlar. Sizlarga hozir 10 minutcha yana bitta qushlarni ana olib sotarmiz. Dehqonlarning narxini bitta bilib beraman-da. Keyin shu bilan birga aka tinchmiz. Ana bozor. Vaqti dehqonlar. Aka, nech pul bo'lyapti ekan qushlar? Maladoy ekan-a? Donasi. Narchalar ekan-a? Narchalar 125 ming.
Ha. Alaykum assalom aka. Tinchmisiz? Charchamang. Sog'ligingiz yaxshimi? Qalaysiz? Bular necha pul bo'lyapti ekan aka? Aka bularda optimaga narlarida 150 mingdan kami bor deyapmiz. 150 mingdan. Mana ular nar ekan hammasi. Ha, miramir, spinger, chachish chiqqan ekan ha. Ha, yaxshi, Alloh barakasi bersin. Hozir yana qarang, mana shu joyda bir jup prostoy bo'lyapti ekan. Aka, prostoy necha pul deyapsiz? 220 ming, yo'qmi? Tekis qush ekan mana. 220. Necha pul qilishdi? 200 ming qilishdi bergan. 200 mingga bermadi. Bermadingizmi 200 ming? Ha. Bu o'g'irsoq. Akachi? Mana taniyapsizlarmi buni? Alaykum assalom. Tuxumni bosib, mana ikkinchisi ham bor ekan, bezorilar. Tuxum bosyaptimi? Ha? Ha? Yo'g'ida kirib turibdi. Yo'g'ida? Narmi? Iye? Tuxumini nima qilding? Turibdimi? Oma aytib, bolali qush qilib bering deb kelma. Aytganman-a senga. Ikkovi bozorda yuribdi, yangi chiqaring. Malades. Prostoylar necha pul bo'lib qoldi endi, hoshto? 200 ming. Maladoylarchi? Jupa. Miramira chiroylilar ekan. Men ko'proq qush bo'lsa olardim, ko'proq. Bir 20-30 jup bitta bo'lsa olib qo'yardim. Qani? Necha pul qildingiz, tog'a? Ana fiyaleti bilan ana uni bolasi bor ekan. 220 ming so'm. Ammo fiyaleti nari miramir. Ha. Uni bitta bolasi bor. Ha. Necha pul qildingiz? 220 ming. Berkan, yaxshi. Menga bermadim, 220 ming Ya zo'r beribdilar, ber. Ana uni xohlasang 100 ani bolani ham hali boqishi ham 50-50 ber. Yo boqadi-yu, qara, urinib qolgan. 220 ga ber tog'aga. Mana 3 donasi 220 ming, bitta bolasi. Miramir bilan mufiyaleti bor. Bo'ladimi? Men bola yetim bo'lmasin dedim, o'zlaring yetim qilyapsizlar. Ha. Yo'q. Hay, mana uni hozir bo'lasizlar. 200 ming, uni 20 mingga qo'shib berayotgan bo'lasan-da, uni hali berib yaxshi emas-ku, beraver ekan. Ber. Men aytdim, uni bolasi kerak emas, sopasini olib qolaversam olib keting deya. Ha, bu shashtini qaytarma tog'oladi. Boqib, xursand bo'lib miyaga dam berib o'tirishadi. Ber. Yo'q, siz sizniki qo'yib bergan pokis qo'ydingiz. Shu xo'p desiz. Ber. Ha, ochsa turib ketamiz aka. O. Bular necha pul ekan aka? Moda 200 ming, moda 100 ming. Moda 200 ming, bular 100 mingdan. Ha, ular yosh ekan, ha? Modani necha pul qildilar aka? Bu siz bu ham sizdanmi? Necha pul bu? 250 ming. Bunga grib o'chib qolibdi mana. Sho'ri bor. 250 ming so'mdan kami bor deyishyapti ekan mana. Qani optim olib chiqqan yo'qmi? Bir 20-30 juft. Ana shunaqasini olsa sal odam foyda qiladi. Abdulla hammaga o'sha o'ptimni bitta qidirib beringchi, internetga qo'yib yuboramiz. Optim. Internetga qo'yib yuboramizda, o'zi mani qushlarimiz. Odam nihoyatda ko'p mana. Aka bu nima degan bitta uya? Pepchi? Pepchi necha pul? Bular hammasi maladoymi? Necha pul bular? Donasi. Jupi 400 mingdan. Pepchini maladoylari 400 ming so'mdan mana jup. Qani meradushkami nima bor yana? Video qilgani. Meradushka oling, kanar ekan oling deykan. Qushlar narxi mana shu ahvol, mana ko'ryapsizlar. Bu necha pul? 220 ming. Lekin maladoylarda narxi oshibdi. 110 ming bo'lib qolibdi. 110 ming bo'lib qolibdi.
Dehqonlarda narxlarda aytyapman. Dehqonda biroz yengilroqda. Ko'ryapsizmi? Inshaalloh. 20 minutlik video bo'ldi inshaalloh. Yetadi shekilli. Meradushka ko'rmadim. Meradushkalarning narxini bilaytsam. Qush bozori mana ikkiga bo'lingan. Bu tomonda yarmi, bu tomonda yarmi. Inshaalloh. YouTube uchun bo'ldi inshaalloh. Duo qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum.